Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda misol uchun mana ko'pchilik ancha ilm o'rgangandan keyin, ancha tajribasi oshgandan keyin, bilimi oshgandan keyin CV tayyorlashga to'g'ri keladi. Ya'ni rezyume desak ham bo'ladi. O'sha o'zi haqidagi ma'lumotlar. CV ni ham o'sha ikki xil turi bor. Company based va Europass deydi. Bular haqida bir nima deymiz endi keyinchalik bir dars qilamiz. Hozir sizlarga eng yaxshi bo'lgan, eng to'g'ri bo'lgan, eng optimal bo'lgan CV tayyorlash platformasini ko'rsatmoqchiman. Bu juda ham qulay, juda ham yaxshi bir platforma hisoblanadi. Albatta buni o'zim foydalanib ko'rganman, ishlatganman va yaxshi bo'lganligi uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. Demak, qidiruvga our live deb yozamiz mana. Our live mana. Enterni bosamiz. Mana birinchi sayt chiqadi mana our live. Mana o'sha yaproqni belgisidan bilsangizlar bo'ladi mana. Bosamiz va bu yerda anoda o'ting deyapti. Mana bu accept all cookies ni bosamiz. Ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Mana Google orqali deymiz, akkaunt tanlaymiz mana. Akkaunt tanlaganimdan keyin mana shu holatda nima oyna ochiladi yoki sizlarda ochilmasligi mumkin bu oyna. Hozir mana bu bosh anusiga o'taylik qani. Misol uchun mana buni o'zida anular bor. Misol uchun mana productlar bor. Solution, template. Mana template. Mana shu holatda ochiladi sizlarda mana. Mana shu holatda ochiladi. Keyin mana pastroqqa tushamiz. Bu yerda har xil kategoriyalar bor, boxlar, boshqa. Bizda mana CVs and resumes degani bor. O'shani bosamiz mana. Bosganimizdan keyin mana bu yerda pastda tavsiyalar bor. O'zi kimdir misol uchun mana ishlatgan, yozgan, o'shalarning tavsiyalari bor. O'shalardan misol uchun aytaylik, bittasini tanlaymiz. Ixtiyoriy bitta. Top pick deyapti. Mana eng yuqoridagilar, misol uchun mana shu qiznikini tanladik mana. Tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin open as template bor. O'shani bosamiz bitta. Mana opening template loading deyapti. Mana ochildi. Endi qarang. Mana bu bitta qulay tarafi shuki, bu yerda dokumentni o'zini to'g'rilamaysiz. Mana bu kod yordamida to'g'rilaysiz. Start a free trial. Mana shuni bosamiz. Bunda ochish muammosi bor ekan, mayli. Bitta orqaga qaytamizda boshqa bir tanlaylik. Menimcha mana bu CVda muammo bo'ldi shekilli. Misol uchun mana shuni tanlaymiz mana. Open as template ni bosamiz. Ochdi mana. Hozir bu yerda anusi chiqadi, originali. Sizlarga ko'rsataman qanchalik yaxshi va osonligini. Mana chiqdi. Mana shu turgan narsani biz nima qilishimiz mumkin? Mana bu yerdan emas, bu yoqdan to'g'rilaymiz. Kodlar bilan to'g'rilaymiz. Ya'ni, misol uchun mana shu John kerak bizga, to'g'rimi? Ustiga bitta bosamiz mana. John ustiga bosamiz. Hozir bizga mana bu tarafdan nima qiladi? Olib kelib beradi mana shu joyga. Hozir kutamiz ozgina. Mana bosdim, olib keldi, qarang. Keladigan bo'lsak, mana shu yerda hozir bu yerda skillslari, mana bu skillslar ekan bu. Bizga mana bunda name turibdi mana. Qarang. O'shani o'zgartiraman hozir mana. Rasulbek Ruzmetov deyman mana. Bo'ldi, ketdi. Mana bu yerda first name'i bor ekan. Misol uchun Rasulbek pastga Ruzmetov deb yozaman mana. Va qarang, yozib bo'lganimni Ctrl C ni bosaman. Ctrl C ni bosishim bilan mana bu joy o'zi zagruzka bo'lishni boshladi. Mana nom almashdi. Rasulbek Ruzmetov. Mana almashdi, ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerdan mana data science student deyapti. Mana misol uchun tagline da mana bu yerda. Buni AI engineer deb yozaman men, misol uchun da. Har kim o'zi o'sha yo'nalishi bo'yicha nima qiladi, yozadi mana. Mana AI engineer ketdi o'sha. Mana bu yozuvlarni ham I really like mana hammasini mana bu yoqdan to'g'rilaysiz. Va to'g'rilab bo'lgandan keyin aytaylik to'g'rilab bo'ldingiz. CV'ingiz tayyor bo'ldi. Mana bu zagruzka bor, download PDF bor. Mana bosasiz, robot stolga misol uchun 101 deb turib saqlanib qilasiz. Mana saqlanib bo'ldi. Bitta ochib ko'rsatishim mumkin mana. Xuddi bizni CV'miz tayyor holatga keldi. Demak, bu juda ham oson, juda ham yengil, hech qanaqa bir obuna yoki boshqa bir nimalarni tavsiya qilmaydi, boshqa qilmaydi. Ishlash ham oson bo'ladi. Yoki bo'lmasa, siz yana bitta varianti misol uchun mana shunday yozuvni o'zingiz tayyorni olib olasiz va ChatGPT ga yozib turib, misol uchun menga mana shu yozuvlarni Our Live
kod qilib ber desangiz, overleaf kod holatida yozib ber desangiz, mana buni yozib beradi mana. Keyin nima qilasiz? Misol uchun editing bilan mana Ctrl A ni olib turib, hammasini o'chirib turib, o'sha sizga berilganini tashlaysiz, misol uchun. O'sha ChatGPT berganini va bitta saqlanib qiladigan bo'lsangiz, mana bu yoqda o'sha siz yozgan yozuvni tayyor holatida olsangiz ham bo'ladi. Bu ham yana bitta nimasi qulayligi hisoblanadi. Demak, portfolioda tayyorlash uchun, CV tayyorlash uchun mana bu nima ekan demak? Eng qulay, eng yaxshi, eng optimal variant hisoblanar ekan. O'ylaymanki, barchaga birdek foydali va manfaatli bo'ldi. Xudo xolasa mana shunaqa foydali va manfaatli darslarni chiqarishga harakat qilaman inshaalloh. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.